Menga yozishyapti. Xola bu reklama uchun qancha pul oldi ekan deb. Men reklama uchun pul olmayman. Men shu yerda ishlayman. Men shu yerda pul ishlayapman. Mana shuni xalqqa tarqatsam, kirib ular ham pul ishlasa deb shu reklamani qilyapman. Agar xohlovchilar bo'lsa, kiringlar, marhamat, o'rgataman. Men 63 yoshdaman. Zarifa Mamatqulova, Yangiyer shahri, Sirdaryo oblastidan. Hozirgi paytda Rossiyada ishlayapman. Alhamdulillah, shu yoshimda ham Allohim rizqimni shu yerga bergan ekan, paka ishlab turibman. Xudo xolasa vaqt soati yetsa uyga albatta qaytaman inshaalloh. Shuning uchun kimnidir mashina olgisi kelsa, kimni uy olgisi kelsa, kimnidir rasxoti bo'lsa, xohlash o'zingizdan, tanlash huquqiga egasiz. Kirish tekin, o'rganish tekin. Qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Marhamat, kiring, ishlang, pul qiling. Bu mumkin. Men qilyapman, siz qila olmaysizmi? Albatta qilasiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun kirib o'rganing, pul ishlang, oilangizga yordam qiling. Bu yerda dokumentlari bor, ofitsialniy legalni. Siz ham ofitsialniy ishga kirasiz. Siz o'zingiz kabinetingiz bo'ladi. O'sha kabinetingizga ishlagan pullaringiz tushadi va uni o'zingiz xohlagan kartangizga chiqarib olishingiz mumkin. Shuning uchun yozing menga kommentariyada, men sizga albatta javob beraman. Ukajonim, siz ham keling. Sizga ham o'rgataman qanaqa pul ishlashni. Marhamat, yozinglar, yordam berishga tayyorman.